Alo. Opa. Assalomu alaykum, tuzumsiz. Qora qaytarib? Qilaman. Faqat tezlashtiring. Alo. Rahmat, o'zsizmisiz? Yaxshimisizlar? Rahmat, o'zingiz qanaqasiz? So'ramay qo'yvermanglar. Tuzumsiz o'zingiz yaxshimisiz? Adam yaxshimilar? Yo'q. Hech kim yo'q. Qattasiz? Yo'q. Oshxonadasiz? Dejurda. Dejurdan chiqdinglarmi? Yo'q, shanba kuni dejurda. Ertaga kelib ketolmaydimi qizingiz birrov ertalab? Men kecha dejursalarmidi, bugun kelmasin deb indamadim, charchagan bo'lsa. O'zi birpas o'tirib gaplashib ketarasiga maslahatlashib o'tiraman. Uningiz mendan pishiq ekanmi, qaylab ketgan ekan qizingiz opa? Shanba kuni boraman deb-ku. Ertaga ham bitta kelsin, gaplar bor-da. Nima gaplar, Fazilat? Tinchlik, o'zim Sadosh bilan gaplashaman, kelsin. Fazilat, haq bo'lgan gap so'z bo'ladi. Siz bir narsalar bo'ldi deb, hali gap chiqaradi ularning. Chiqaravermaydimi, o'lib ketmaydimi? Chiqarsa, men hech qanaqa minusli ish qilayotganim yo'q. Bo'pti. Qaynam ketdi. Tinchlik 8:30 kam 9larga kelsa, obedga ketaveradi 12larda. Borasan Sadosh? Ikkinchi bor. Saqta maksimum bo'ladi, tekshirib bo'ladi. 8:30da kelsa, obedga ketaveradi. Ha? Bugunga qachon borasan? Keversa ertaga gaplashamiz uni. Yo'q, nimaga mashinang yo'q? Bor. Xolaga bordinglarmi? Borganmiz, kutyapmiz. Anonni ko'rsatdinglarmi? O'shni qilmaydi, anchagacha o'chirishga qilgandir. Kimma ekan, menikimi? Endi ana til zaboni yo'q bo'ladigan qilibdi. Qaytarib o'qiyaptilar. Kim bordi o'zi Sadoqat? Endi shom kuni boradi, bugun ham borgan. Kecha bordi, bugun bordi. Qaynam qilibdimi? Bilas. Kim qilgan, nima qilmadi, yo ish qilgan deb bilmadi, kim qilgan. Mashq qilgan, kim qiladi opa? Shuncha kundan beri u narsa u birdan paydo bo'lib qoldi. Ana qiz bilmagan aytganmi? Qildimi? Shanba kuni qilaman. Qilavergan. Buni shanba kuni tugatgandan keyin har kuni ertalab kelsak desaman endi ishim teg. O'shana qizim, qilavergan bu yerdan mana o'qitaveraman, boshqa yo'li yo'q endi bularni bosmasak bo'lmaydi. Bu iflos xotin ekanim opa, voy. Dahshatli darajada iflos ekanmi, voy. Ish qilishmasdan qo'yib, haqiqat gapirmas, Sadoqatlar. O'zidan boshqa, men oynada qarab turman, chunki meni yan qilib. O'zi anqoshga qo'yib qo'ygan bo'lmasin, bular har balo qo'ldan kelayotgan bularning. Men qo'rqib qoldim bularni. Qizlar. Ertalabdan yaxshi narsa yemay o'tirman. Opa bolasi ketdi, ertalab yegim kelmadi. Bildi qaynam, obedam qilmabsiz, narsa yemabsiz deb kelibdi. Bolasini olib kirib ketib, yo'q bo'lib ketdi. Hozir men yana kutib o'tirdim. Ular hammasi o'zim qilib bo'lishdi, men kutib o'tirdim, kelsalar birga yeyman debdi. Bo'ling, qornim ochib ketdi, tezkingizni almashtirib ovqatlanaylik dedim. Kirsam, Shahnoz yemagan ekan, Shahnoz chaqiring ovqatlanamiz ham. Shu bilan kirib ketgancha hozir men telefonni olib bering deb oxiri jonim chiqib ketdi. Bor ovqatlanmay kutib o'tiribdi demaydi-da, siqirt. Qo'yverma, yana qola hamma narsa qilib beraman men dedi. Shoshmasam hammasini yegib beraman dedi. O'shancha shoshmay tursam, mayli og'ir bo'lsa. Hamma narsa deb ko'ryapti. Lekin yomon portlayman deb portlaganman. Bu narsa bilan urib yormasam bo'ldi bu plassi. Va har bir qadamimni ayb qidiradi, siqirt. Onasi. Nima deyapti? Tirnoqlaringizni oldirtirib tashlayvering. Kecha qarab o'tirib, cho'lkangizni mana shunaqa yoningizga, mana shunaqa orqangizga yig'ib yuring, sochingiz maysizga yarashar ekan. Anoningiz maymunga o'xshatib qo'yibdi deydi. Primo cho'lka maymunga o'xshatib qo'yibdi. Ko'pligini indamay qo'yurgin qizim. Ko'pligini indamay qilavergin qizim. Gapirmay tur, ani qolaman qilib beraman debdi. Shoshmasin debdi, qilib beraman hammasini deb. Azina shoshmay tur qizim. Hamma narsangizni olib beraman, hamma narsangizni o'zim qilib beraman deb yotdi. Shampu bilan konditsionerim qolmagan, olib kelib bersalar, dedi, men 2 kundan beri hid ketayotganim yo'q. Qanaqa olish kerak edi? 2 kun bo'ldi aytganim. Bu foydasi yo'q, bu hozir faqat onasini deyapti, opa. Faqat onasining yonida. Onasi o'qityapti o'g'lim debdi, xola. O'g'limni o'qityapti debdi, xola.
o'qityapti-da, qizim o'shan shunaqa bo'lib qolgan. To'xtab turing, qilib beraman deb. Chiqmaydi onasini yonidan olib kirib ketadi, shundan chiqmaydi. Rashidjon ketaydi bular. Ro'shasiz yemasa nima, o'lib ketmaydimi, yerilmaydi. Sen yeyvering, men yo'qotmayman. Qat eringni kirib ket, eringga to'g'rilab berdi, kirib ket. U bu yerda seni ham kutib o'tirdim, sen ham men o'tirmading deysan keyin. Bilsin qanaqa bo'lishini kutishi. Yo'q, kutmaydi, bo'lib yeydigan bo'lgan, hozir kutmasdan. Oldin kutardi. Ket o'tirdi, bittasi chaqirmaydi. Bu hammasi indamay o'tirib yeyveradi o'zi. Ish chiqsin qamasin, isloq. Oshni polni damlab, qaynatib tayyor qilib qo'ydim. Uxlab yotuvdim, obedda o'sha hamma ish qilib bo'ldim. Vohlik yotdi. Birda kelib, turg'izdi opa, bir banka guruch yuvaring, osh damlash kerak edi. Bitta o'shani yuvib damlab qo'yish kerak edi. Spitsalni kirib turg'izibdi. Damlagandan keyin ham pishgan bo'lsa bu yoqqa go'shtlarni olib to'rab aralashtirib qo'ying, lanj bo'lib qolmasin deydi. Tinmay ish buyuryapti opa, tinmay. Ana kun dazmollaman deydi, o'tgan kun ertalabda. Sevara dazmollab chiqib bering, Shamsini ko'ylagini qilish kerak edi dedi. Qaynatam ber o'zi qilib beradi deydi. Ber qilib beradi deydi. O'sha qaynatib olsa bering o'zim qilib beraman. Shunaqadim, birinchi bering o'zim qilib beraman dedim. Eshitmaganlik olib turur Simrayeva atilabdan. Ber qilib beradi dedi keyin. Buvam tug'ilgan kunlarini qayta aytganman, 81ga kiradilar. Buvam deb. Ona bola bilishgan ikkalasi ham buvamliklarini. Qaynatamga tushunmaganlikka olib material qo'yib boribdi, qarang. Qaynatam o'zbekchalab gapirish kerak edi deydi. Buva deb aytamiz biz. Buvini buvi deymiz, buvani buva deymiz, dodani biz dedim. Bu tushunmadi-da, bu o'zbekchalab gapirish kerak edi, Sevara deydi qaynatam menga. Nima? Xoling ikkiga chaqiryapti olti kuni. Qo'lni ham xuddi ekansan. Chaqiryapti deyapsan. Soat 2gami? Nima kiysam opa? Kiyimlaring ko'p-ku qizim. Ana qaysi $80 oluvding-ku, ana ko'p, $60 qo'ying, kelinlar. Kaltana? O'shani kiyarman. Kalta emasmi, qabul ekan mollarda? Qora, cho'mli kalgotka kiyaman. Kiyib boraveraman, nima qiladi? Qabul ekan kelini ham kiyib yotibdi-ku. Bor. O'sha chiroyli-da, menimcha, tozalar. Chiroyli. Hamma kiyimimni ham gapirib, opa bu gijlab yotibdi bolasini, kiyimlarimni ham, sochimni ham yig'dirtirib qo'ydi bolasini gijlayverib. Umuman qo'ymayapti erimni. Isloq ekanmi bu, Qoshim terdirishgan bir oyda bitta borar ekanman, tirnog'imni qildirmas ekanman, uyda o'zim qilib olar ekanman, sochimni 3 oyda bir marta bo'yar ekanman, kestirmas ekanman umuman. Har xil dorilarni tap-tap. Mening ishim degan, endi kestirish, soch tirnoq qilish bu sening ishing. Shunaqa deb qo'ymayapti. Sen gap qaytarmaganda, sen gap qaytarmasa, indamay qilavergan. Pul bermayapti-yu. Sen meni kechirganda bo'yangni vazilat, men qilib qoldim, xuddi turganligini, sen ham qaytardik qilsa olib bersin deb, iflos bo'lsa iflos bo'lmaydi, ularga o'lib ketmay, ko'ngli bo'lsin o'sha puliga. Olib berganda oldinda katta bo'yab olib, sadoqat borib bo'yab qo'yadi. Naqlni olib beraman kraskani. Bitta o'shalarni. Ozgina qo'yib tur, sen bo'lay bo'vajin birammalab arisini o'ylantiradi, vaqtni bo'lay qiladi. Sen bilan yashamaydi bo'ldi. Oldin sen bilan yashamoqchi bo'lgan u, endi sen bilan yashamaydi. Takisi bo'lay bo'lsa. Siz birinchi qilasan, ikki qo'l qilasan. Ozgina chigab turqasin. Hali shunaqa qaynonangga qaytadi, ana qaynotasini hurmat qilmaganlar qaynonangga qaytadi. Ering ketindan yuraveradi, ikki bo'lib. Yo'q ekan. O'chirib tashlayman, hozir dalet qilib o'chirib tashlayman. Diktofon yoqib qo'ygan bo'lsin kerak telefonni. O'chirib tashlang, qarab telefon. Hozir qarayman. Yo, anaqa-ku, Shahnoza sразу olib berdi-ku, telefonni olib bering deb. Bilib bo'lmaydi uni. Ularni bilib bo'lmaydi. O'sha erta sadosh kelib ketsin. Gaplar bor opa. Gaplar bor, lekin anaqa ozgina portlarni turqizim. Indamay turibman, o'sha 2 soat bo'li. Anaqa debdi-da, u o'qityapti debdi. O'shaning uchun ana xolasi qo'ymaydi, bu hali rosa o'qitani o'rta metodi, hali bu o'qitadi rosa deb. O'shancha ozgina to'xtab tur, ering ham o'qitishyapti-da. Sen shunaqa bo'lyapti. Rosa erini o'qitishyapti deb xolos. O'shancha ozgina chidab tursan. Просто boshini aylantirib qo'yapti-da, bu o'qitdi. Shunaqa qilishdi. Ko'ziga balo qazo qilib qo'yishgan hozir.
har bir qadamimni aytib topadigan qilib yuzimga ham qaragisi zo'rg'ani qilyapti. Balo qazo qilib ko'rsatib qo'yishgan ko'ziga hozir. O'sha u o'qitib shunaqa qilib qo'yishgan. O'shancha ozgina sani nima qilib og'ir bo'lib tur ozgina san aqllisan-ku baribir hal qilib. Ularga o'xshagan iflosmasdan-u, qolayin ham bot hayron qilyapti, hamma hayron. O'zi ozgina chidasini qizing deyaptilar. Bo'ladi hali erini ikkita qilib tashlaydi qizing deyaptilar. Haqiqiy to'g'ri. Hali shuni yo'lingga so'rasan sen ifloslarni. Qaynotamni ham miyasini aynatib yomon ko'rsatib qo'yishdi. Qaynotamga ham. Qani o'qitaman men. Beradi xola, xudo xohlasa, beraman deb. Qizingizdan so'rang, telefonda diktofoni bo'lishi mumkinmi ovoz yozadigan hozir biz gaplashganimiz? Ha, shunaqa deyapti-ku. Unda gapirmay turing, ertaga kelganda telefon qilaman. Unda gapirmay turing. Qanaqa o'chirasiz, saboqqa diktofon qayerda bo'ladi? U Samsung-ku. Qarayman, topaman men. Ha, topganda qizim. Baribir. Bilinadimi? Nima deydi? Qaytarib qildingiz-ku, bilinadi yo'qilgan bo'lsa-da, va batib kelaganda o'sha. Yo'q, bilinmadi, lekin titillaydi-da, so'rang, titilliydimi? Titilliydimi? Yo'q. Men qaytarib qilsam yo'qilmas ekan. Ha, bo'ldi. Ha, unaqa bo'lsa yaxshi. Bor, ehtiyot bo'l, qizim bolam, xo'pmi? Ular ham qulog'i bor deydi-da. Tiling uzun bo'lsin, tiling uzun bo'lsa, o'shandani tog'alari, qolalarni gapirganing uchun tiling qisqa bo'lib qoldi. Sen hozir tiling uzun bo'lib, og'ir bo'lib turgan. O'shalarni nimadir qilib isbotlash kerak, men gapirmaganimni. Vijdonsizlar. O'zi gapirgan, shu xolasini erini ham, xolam eri alkash bo'lgan, xolam agressivniy, hammani yomon ko'radi, do'q qilmadimi sizga, do'q qilib gapiradi-da, u hammaga xafa qilib qo'ymadimi, sevaradi, bozorga tushgan kunimizda gapirgan. Xolam eri alkash edi, hammani aybdor, rosa qiynaldilar, hayotda qiynalganlar uchun hammani aybdor deb biladi, o'zi og'zi bilan aytgan, vijdonsiz. Men tog'alarimga o'xshash xolamayman. Tog'alar mana 2 marta 3 martalab uylanib nimaga erishdi, hech narsaga erishgani yo'q, o'zining nomini yomon qildi, u qizning hayotini barbod qildi. Men tog'alarimga o'xshamayman, animani o'zi gapirgan. Mayli, o'shancha deyman, sen bu yoqqa sol, ozgina nima qilib. Hali aytyapman-ku, bo'lasan, o'ynab tashlaysan. Voy, nari borsa 2 yil qoldi, nari borsa ko'p emas qizim. Ikki bolaymi ovora bo'lasan-da, ana undan keyin ularga motivatsiya qilasan. Ering ham onasini bilmay qo'yadi, просто bu yoqdan qaytarib qolsa, ana masalani qilib turgan. Mana qarang, fazilat, anaqachi, menga bitta ana oying va qo'lingga bitta safar o'rgatganda, men o'sha hali adem bilan chiqish olmaganimda, ikkani anaqa deb sintigini choyga solib ichirsin degan. Bergan? Shunaqa qilganman. Men sen shunaqa qilgan. Ha. Choyga solib qo'yish kerak ekan. Ha, eng yaxshi yo'li shu. Birinchi ertalab kisaydingmi? Qanaqa bo'lsa ham. Ertalabchi ham, ertalabchi ham. Avvalgina nomiga aralashtirib olasan-da. Hozir ham hali choy ichadilar, oldin ichadimi? Kechquruncha choy damlab berdik, kechqurun. Ha, ana o'shanda berganda, o'shanaqa qilib, ichmasdan qilib, ichmamasdan. Men shunaqa qilganman-da, o'sha taqar o'rgatganda. Shunaqa o'rgatdim. Azin og'ir bo'lib turdim, ana xola qilib beraman. Tuz kelib turgan menga deb. Xonasini o'qib to'g'rilab beraman deb xola. O'sha kun yig'indan kelib, o'sha Dilnozning xolam kelin menga premyer qilib ko'rsatdi. O'rniga oling. Chaqqonligini qarang, ko'rib havoslarim kelib ketdi deydi ikkalasiga. Kimni? Xolam kelinlar Dilnozning havosi kelib ketdi-da. O'rniga olarkanman ulardan. Voy, ular mendan qolib ketadi demadingmi? Ular menga havosi kelardi demadingmi? Xolamdan anaqayam menga tog'amda menga havosi kelardi. Feruza qizlar chaqqonda nima deb o'ylagan bilmasam shakka. O'lib ketmaysan, sadoshi gapi to'g'ri-da. Seni gaping kurtimi qo'yib qo'ydim dedim endi o'sha opa. Ha, nima shunaqa bo'lmadi senga? Sen bir qilsan bilaman. Qilmog'ingni qildirasan, choyingni bo'ysan, choyingni ketasan. Ming'irlashmassan-ku. Agar u bitsa, odaminglarga men kelganingda hurmat chaqiramiz, yo'q, men vaqt kechirgan kelaveramiz. Ha, indamay qo'yur, ismaganicha olgan gapirsa bo'ldi. Olaylar kelini tirnog'ini doktorlar ham oldira olmadi-yu, gapirib. Xolaylar ham hech kim oldira olmadi. Mana indamay yuribdi. Gapam qaytarmadi, indamay o'stirib yuribdi, hech ishlatgan yo'q. Shuncha ozgina nima qilib tursa, gap qaytarmaganda, lekin indamay o'zing bilganingdan qolma. Indamayman, o'sha yaxshi yo'l ekan. Pasport ham qilmayman ikkitasiga, o'pishib ham ko'rishmayman, o'sha bo'ldi. Singlisi o'sha teskari to'n kiyib olgan o'zidan o'zi. Salom beradi bo'ldi, qovog'ini osib so'rashmaydi ham.
bu qilib qo'ydim, sen kimsan? Men priskasini oldin erga tegib olsan dedi. Ana. U ham qadimni uzatadi. Hajurat vaqt kerak, ozgina qadimni uzatadi. Hali u ham juda taniydi, o'shanda aytadi, "Voy, menga noto'g'ri qilgan ekan." Men hali savolda yo'q. Na bo'yanisi bilsa, na kiyinishi bilsa, na muomalangni bilsa uning hech savolda yo'q. Uning vaqti hali. Qayning hali qizi bilan ovora bo'lib qoladi. Ozgina kirib turib, qani bu xolinga qo'yadi, qizi bilan ovora bo'lib qoladi hali. Na chiroyi bor-ding, biroz yo'q qoladi. O'shaning uchun sen o'ta qaraliva bo'lasan, maloqat etuvchi gul bo'ladi o'tadi. Xuddi shu hali qanaqa kiyim oladi yana. O'sha eng oldi sen bo'lasan. Sen ikkinchidagi eng oldi sen bo'lasan. Hali sen etonmading, qadamingni ko'rib boshqaladi u chiqiblar. O'sha yaxshi mani boqgan ekansiz, yaxshi chiqadigan ekansiz, deysan o'zingni. Bilyapti, bular hammasiniki ichida chiroyliligimni tan olgisi kelmayapti-da. Spetsialniy yeriga urish uchun men siqib tamom qilaman deb o'ylayapti-da. Bu shunaqa, men bundan kuchliligimni bilyapti. Ben bir kunga otgandim. Hech narsa bo'lmaganda gapiraverma. O'z ketmisham. Shunaqa qilib qo'yish, ozgina og'ir bo'libdi. Mani gapim mana bu qilib o'zim chiqaveradi. Men yaxshi o'ylashim. Ozgina chidab turib qolib beraman dedilar. Chidasin, ozgina unaqa yengil bo'lmasin deb gapirdilar sadoqatga. Hayotda hammasi bo'ladi. Erini ham просто o'qitib niyatini aytib qo'yishyapti. O'zi qaynonasi ham yomon emas, qaynonasi narsa opasini niyatini aytib qo'ygan. Bitta o'shancha ozgina og'ir bo'lsin, chidasin. Men hammasini qilib beraman deb aytibdilar. Ojoz boshda yaxshi edilar, haqiqatan bolam qilib o'tirdilar, sal qizimlar. O'shanaqa, u ana xotinani qaynini o'qitayotgan, xudo bilsin. Hozirlar balki qaynini ham aytib yo'qdir. U o'qitib qaynini emas maqsadgan. Shu kuni. To'g'risi-da. O'shaning ozgina chidab tur, qizim, ana aytibdi, juda qiladi bu narsani deb komplet beribdi. Nima qiladi? O'zi katta pulga qiladi buni. Juda opangni umuman anaqa qilmoqchi. Tiljag'ini bo'ylab tashlamoqchi bu. Shunaqa gapirib. Voy, men tiljag'im bor edi, mana kechirib qo'yishadi. Qat bo'li kunni ko'rsaman hali hammasini bilan. Shoshmay tursin, o'ynab tashlayman hali. Ana o'shaning uchun aytaman, seni gaping meni bo'qqim deganda bilganingni qilgan qizim. Yaxshi yo'li shu. Yerini buzma, asabing buzma. Ovqat yeding, yemasa shotda shundan o'zing yeding, bo'ldi, yig'ib chiqib ket uyingga. Shunaqa qilaman-da bo'ldi. Dazmolni so'ramayman endi bo'ldi. Dazmolni so'rasa aytdi, kirini olib dazmol qildiradi menga bu. O'zimnikida qilaman endi. Yana bitta dazmol, o'shanda qilaver. Shu o'zim plastmassamda qilaman. So'ramayman. So'ramada nima qilib bersin, qizi bor, o'zi bor. Qizim o'zi. Tualetini ham bu o'g'ilotni yuvishmaydi, yotaveradi. Sadosh etgandek, sadosh et, tozalik o'rgatdingda sen bilan boshdan kelib deydi. Qilmagin deydi, xolam uylari isqirib bosyapti, kravatlar oqiga qarab bo'lmaydi o'sha kun borsan changiga deydi. Pilsos qilishmayotgan ekan bir oydan beri deydi. O'shanaqa qilib qil deydi. Tozalayman deb ketdimi, kecha pardadan olib yurganlar. Shu uylarni tozalayman. Hali yangi yilda aska ham olinmagan dedilar. Men tug'ilgan kunga tayyorgarlik ko'raman deb. Shunchalik. Yo'q, hech narsa qilmadi, bolangga qaragin deb aytdim dedilar xolang. Mana qizingiz o'rgatdi, hammomni loy bo'lib yotsam yurtashga beraman, oyog'ingizga bu sira artib chiqaman. Qilmagin dedi, tursa turaversin, qiz bola-ku kirib chiqyapti, qilsin o'zi dedi. Endi sen vazifangga kelinsan. Qaniyna ota. 3 kunda bitta qilaman bo'ldi. Pilsosni har kuni qilib har kuni meni o'sha qilishadi. Bo'ldi, shu qiz to'ppa-to'g'ri o'rgatdi. Qaniyna. Ertaga 2 qat bo'lib yotsang yoqmaydi, 2 qat bo'lgandan keyin yotsang qilmayapti-da, shaltoqqa chiqaradi bilasanmi, do'stan dedi. Qiz qayda ketgan ekan, o'sha yerda bir ketib ketsa, ancha yana qilib olaman yana. Aytganlarim. Ertaga borsa, unga degimga boraman, to'g'ri? Menga lekin erim shanba kuni borasan deb Tirnoqqa. Men 3 kun borolmaydi, Fazilat sanisiga. Ne? Ertaga kelgan bildirmaymiz, ertaga kelgan. Yangidan peshkum kiyapman har kuni. Yo'lkiraga pulim yo'q, yungi joydaman, Fazilat sanga. Borchi har kun men pul topaman. Men beraman, yo'l kirasan, uyda pulim bor, 14 ming, 15 ming. Yo'q, yaxshi, 3 kun bormasman, qo'y. Ertaga ham bir narsa gap bo'lardi. Qizim, ertaga seni bilan bir narsalar qilib chiqarishmasin, qizim. Bo'lmasa-chi, erim bilan gaplashganda ertaga bergin, ertaga Tirnoqqa borib kelaman, aytib ko'raman-da. Bersa agar qiz ertaga kelsa, ertaga balki birga borib kelaman, yo'q. Bir kun borsin, hadeb borolmasin, sen ham o'ylagin, deyapman ozgina.
Sen gapsiz chiqib qoladimi, odam qo'rqadi. Hadi yuborma, biz yotibdilar qolayim, bormasin, hadi yuborma. Ertaga bular bir narsani boshlamasin deyaptilar. Bunda qilsa to'g'ri, bular asosiy bo'lib qoldi. Men qo'rqib qoldim umuman. Sening kelishing yomon joyi yo'q-ku. To'g'ri. Endi bulardan qanday chiqish mumkin? Nimaga siz telefon qo'ng'iroq qilingizga dedi. Qo'shib qolasiz menga. Qizni siz gapirib tashlashingiz kerak edi. Qizimni sog'inaman, seni men aralashmasdan deyishingiz kerak edi chatda.